Hurmatli kuzatuvchilar, holatlar og'ir oyda. Mana shu oilani osib qo'yishimiz kerak ko'ramiz. Qulluq bo'lsin. Rahmat, tenjaningiz sog' bo'lsin. Rahmat, tenjaningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Mana shu oyog'ini Tushirib olgan. Deb o'ydik. Opa bayramni qutlug' bo'lsin. Qachon aytdingiz? Qizingizni ichganlar. Ikkovlari nima qilib ketayotganlar? Rahmat. Duo qilyapsiz. Tenjalaringiz sog' bo'lsin. To'g'ri bo'lsin bundan ham. Sening aytganing bo'lsa Allohning iznidan mag'rur Ramazon kunini sizlarga biz uzoqlashtirib Allohim sizlarga yo'qlasin. Sizlarning ham farzandlaringiz kamolga yetsin. Ashta singari hammaga tinchlik, xotirjamlik berib ulashadigan farzandlar bo'lib yetsin. Xudo xohlasa mana shu oyoqingizlar yurib ketsinlar. Nasılsınız? Kaçar. Gelin bana ki. Gel bana. Gel. Boleh. Apa boleh? Apa? Allah selamat. Boleh. Aha. Kaçamadım. Yaxshi, yuraylik. Kesam bo'ladi. Yamishmi? Ay, mana shuni hop, o'g'lingizga kiygizasiz. Alloh shifo bersin. Duo qiling. Ay, ilohim ishingni ilgari yuzingni yorug'. O'ynab kulib yuraylik. Sog'ligiga duo qilasiz. Kim? Sog'ligiga duo qilasiz. Sog'lig'ini, ishingni qabul bo'lsin. Alloh ishingni ilgari yuzingni yorug'. Allohu akbar. Salomat bo'ling aka. Alloh shifo bersin. Hadi katta var. Kaçalım. İlk mesafe, dua edin. Allah selamat olsun. Bayram mübarek sohbet. Amin. Salomat opa, rozi bo'linglar, mayli, xo'p. Bayramlar yaxshi o'tkazinglar.